Bu bolani o'zini o'sha mashinasi dabdala bo'lib bir ahvol bo'lgan, uni musirga tashlashgan u mashinani. Mana men ukamiz oldiga yetib keldim. Mana shu inson, mana hozir ko'ryapsizlar, mana oyog'i, buni qo'li harakatlanmayapti. Chunki harakat qilyapti, lekin yurmayapti. Mana shu oyoq umuman ishlamayapti, manasi ishlayapti. O'zi bitta o'zi umuman yurolmaydi. Nimaga? Hali aytganimdek, yo'lda ketayotganda kiyik chiqib qolgan, urib yuborgan. Kiyik o'sha yerda voqea joyida o'lgan. Bu bolani o'zini o'sha mashinasi dabdala bo'lib o'sha bir ahvol bo'lgan, uni musirga tashlashgan u mashinani. Bu bolani o'sha kuni reanimatsiyaga tez yordam uchirtirib olib kelgan. 5 kun komada yotgan. O'sha paytda eslangda bo'lsa, bir Shahzod degan bolani dadasini O'zbekistondan bu yoqqa chaqirayotgan kunimiz bo'lgan o'sha kuni. Bu ayol bizni Instagramdan, bu insonni ayalariga Instagramdan ko'rib o'tirib, shu Avazbekdan Alloh rozi bo'lsin, shunaqa ish hech kimning boshiga tushmasin deb duo qilib turgan paytda ertasiga o'zini boshiga tushib qolgan bu insonni. O'sha kuni men eslayman, opa, siz menga Instagramdan yozyapsiz-da, men sizga to'liq javob bera olmayapman. Bu ayol o'sha kuni menga aloqaga chiqqan, men bu insonga to'liq javob bera olmaganman va bu ham o'sha Shahzodning dadasiga o'xshab tezda o'g'lini oldiga kelish kerak bo'lgan. O'sha paytda o'sha andijonlik o'zini bir tanishidan men o'g'limni oldiga qanday qilib tez borsam bo'ladi deb turib yordam so'ragan. Haligi bir xafa bo'lmasin, shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, shunaqa bir noinsof odamlar ham borki, bu ayolga masalan turmush o'rtoqlari yo'q, mana shu farzandlari reanimatsiyada yotibdi Koreyada, yetib borishim kerak degan joyda vizaga 3-4 ming dollar pul so'ragan. Bo'ldi, opa, qilib beraman, lekin 3-4 ming dollar bo'ladi deganda, tushunyapsizlarmi? Biz uni tekinga qilib berdik o'tgan safar Shahzod dadasiga va bundan keyin ham shunaqa ekstremniy holatlar bo'lsa, tekinga qilib beramiz inshaalloh. Lekin bu insonni bir Allohga bir aytgani bor ekan, o'sha dokumentni aylanib meni tanishimni qo'liga tushib qolibdi. Keyin o'sha tanishim bu insonga aloqaga chiqqan, bu inson unga aloqaga chiqqan. Haligi opamiz aytganki, bu kishiga, opa, hech qanaqa 3-4 ming dollar pul kerak emas. Bizga o'sha elchixona uchun 50 dollar to'lov qiling, uchib ketavering Koreyaga vizangiz olib degan. Bir kunda vizasini chiqarib berishgan, Koreyaga uchib kelgan. Bu bola o'shanda reanimatsiyada yotgan bo'lgan. 5 kunda o'ziga kelgan. Shu onasi yarim soat oldiga kelib chaqirdim, o'ziga keldi dedi. Allohning izni bilan mana onasini kutib turgan ekan. Mana shu bola o'ziga kelib, mana hozir umumiy Koreyaga kirib kelganingizga qancha kun bo'ldi, opa? 22-kun shu yerda bo'lganman. Xo'p, yaqinda 1 oy bo'lar ekan-da. Mana shu yerda yotib qolib bolangizni qarayapsiz, to'g'rimi? 24-7 soat. Ha. 24-7. Shu yerda qolasiz. Ha. Hozir doktorlar bu bolani miyasi jarohat olgan, ya'ni ruhiyatida muammosi bor. Bir 5 yasharli bolani aqli bor bu bolada. Bu bolani ehtiyot qilib, o'sha 5 yasharli bolani qanday qilib katta qilsa, shuna qilib katta qilish kerak degan gapni aytishyapti ekan, to'g'rimi? Bu opamiz o'zi ham doktor ekanlar. Ayalaringiz bog'chada ishlar ekanlar. Pedagog ekanlar. U kishi ham bu kishi bilan gaplashib ko'rib aytayaptiki, nevaram deyapti, o'sha 5 yasharli bog'cha bolasi bo'lib qolibdi. Miyasi o'zi shu holatga kelib qolibdi deb turib, ular ham chuqur qayg'uga tushib qolishgan. Maksimalniy duo qilinglar. Kimdir duosi qabulda. Endi hozir mana Koreya davlati aytayaptiki, haligi o'zi u kiyik yo'ldan o'tib ketayotgan bo'lgan. O'zi asli kiyikda ayb bo'lgan. Endi xullas o'sha kiyikni ham to'laysan deyapti-kanda hozir. Mana ayol turmush o'rtog'i yo'q. Mana shu bir ko'zida mana shuni katta qilgan mana shu bolani-da, uni ko'z qoshini qaranglar, bitta inson, mana bir xilga insonlar hattoki masalan farzand ko'rishni xohlaydi, onani qornida qancha qiyinchilik bo'ladi-da, yoki u tug'ilgandan keyin 2-3 yoshga kirgandan keyin, endi tasavvur qilinglar, mana shu yoshga yetkazdi-da, Andijonda Inyazda o'qitdi. Undan keyin Koreyada magistraturada o'qitdi. Bir o'zi endi orzu havasini ko'raman deganda avariya bo'lib, katta tez yurar trassada shu holatga kelib turibdi. Bu ayiz har kuni yig'lab telefon qiladi. Opa, telefon qilsiz ko'tara olmayman, to'g'rimi? To'g'risi, meni ham o'zim shaxsiy ishlarim bor. Keyin Koreyada bash haftani o'zida Instagramga qo'ymagan odamlarimizni o'zi bir 3 ta odam vafot etdi-da. Mana hozir sizni oldingizda ham bitta odam vafot etdi deb telefon qilishdi. O'zingiz ko'ryapsiz mana. Kecha primoyni ko'rib uxlolmadim Avazbek to'g'risi. 1 kunlik, 4 soatlik hayotingizni ko'rib turib, sizga qanaqa qiyinligini men his qildim. Kechqurundan uxlolmadim. Og'rib chiqdim. Shunday. Endi qarang, men hali hammani dardini ko'tara olmayman-da. Men ham insonman, ba'zi payt uxlayman, ba'zi payt ovqatlanayotgan bo'laman, o'zim tashvishlarim bo'ladi, telefoningizni ko'tara olmayman. Bu ayol menga telefon qilyapti. Ha, tinchlikmi, opa, nima bo'lyapti desam, kasalxona chiqib ketinglar deyapti. Nimaga? Bu hali tuzalgan yo'q-ku desam, yo'q, tuzalmagan bo'lsa ham
olib chiqib ketinglar, biz bu joniga hech qanaqa xatar yo'q, biz o'sha qo'limizdan kelganini qildik, jonini saqlab qoldik, endi mana boshda miyani deyapti o'z joyiga kelish uchun vaqt kerak deyapti. Endi bitta yomon tomoni umrbod shu holatda qolishi ham mumkin, tushunyapsizlarmi? Endi ichimizda doktorlar, O'zbekistondan bizni kuzatayotganlar, mana shu kasallikni hayotida bir ko'rganlar yoki yaqinlarida shu kasallik bilan og'riganlar bo'lsa, kommentariyada fikrlaringni yozinglar. Bizga har bitta fikr muhim. Mana shu ayasi o'zi ham doktor, lekin Allohdan so'rab harakat qilaman endi Avazbek deyapti. Taqdirga, ya'ni shu sinovga alhamdulillah deb rozi bo'lyapti. Endi boshqa iloji ham yo'q. Boshqa iloji bormi? Endi qaranglar. Mana shu bolani endi uylanaman deganda, endi to'y qilaman deganda 2002-yilga endi magistraturani bitirib, haligi zolotoy vizalarni olib, men ham haligi qolganlarga o'xshab Koreyaga ota-onamni olib kelib duosini olaman deb turgan joyda shu holat bo'pti, to'g'rimi opa? Qanaqa qilib katta qilgansiz endi bu bolani opa? Qanaqa katta qilasiz? Bir ko'z bilan katta qilganman. Ya'ni yedirasiz ekan, ichirasiz ekan, o'qitasiz ekan, bolangizga yaxshi kelajakni xohlaysiz ekan. Endi u o'qishini bitirib, yaxshi endi ishga joylashib qoldi. Mana 3 oy bo'ldi-da. Shu holat. Nima ishda ishlayapti bu bola? Moykaga kirib oluvdi. Mana shu po'xandek manaqa etajda domlar, taydagi mashinalarni yuvyapti. Endi kechqurunda ishlari, oilaga har qalay yaxshi o'ziga yetkazib, oshinyapti-da. Tushunarli. Endi hozir kasalxona to'lovi 37 million won chiqibdi. Endi bu 2 hafta oldingi shot. Biz hozir mana hisobchilar bilan hozir yana aloqaga chiqyapmiz. 45 million, 50 million atrofida pul chiqyapti. Iltimos sizlardan maksimalni tarqatinglar. Mana shu videoda birinchi mana belgi like degan yurakcha turibdi. Shuni qizartiringlar. Yonida kommentariya turibdi. Unga bir 100 ta 100 ta komment yozinglar. Uchinchisi repost. Bu eng asosiysi. Shu repostni ko'proq bosinglar. Iltimos, bitta bosib qo'yinglar. Sizlardagi obunachilarga ham shu video yetib boradi. Sizlar ehson qilmasalaringiz, sizlar orqali kimdir ehson qiladi. Tushunyapsizlarmi? U ham sizlarga savob yoziladi. To'rtinchisi jo'natib qo'y yaqinlaringga degan belgi bo'ladi. Hozir ayasi bilan maslahat qilib turibmiz, lekin ko'zimiz yetmayapti to'g'risi. Olib ketgani. Nimaga? Chunki mana karislar aytayaptiki, nima bolang soppa-sog' deyapti. Sen sog'san. Bizga kasalxona pulini to'lashing kerak deyapti. Sug'urta yo'q xullas. 45 million, 50 million won atrofida chiqqan. Kommentariyada yozinglar, bu dollarda qancha bo'ladi? Bu ancha pul bo'ladi. Hozir yoshingiz nechida desam, asl yoshini aytadi, lekin miyasi haligi aytganimdaqa. Hozir ona o'sha tamom bo'ldi. Tasavvur qilinglar. Endi bolasini endi uylayman, nevara to'y qilaman, uy nima farzandimga deb turgan paytlarda shunaqa sinov kelib turibdi boshiga. Yana musofir yurtda. Iltimos sizlardan maksimalni podeshya qilinglar. Yana ham yomonroq holat tushuntirgan Avazbek. Manaqa bo'ladi degan, lekin Allohga shukr, u narsalar yo'q. Tildan qoladi, oyoq qo'li yurmasligi mumkin. Doktor aytganmi? Ha, doktorlar endi xotira umuman yo'qolishi mumkin, ko'zi ko'rmasligi mumkin degan. Endi hamma narsaga tayyor bo'lishasan degan, lekin Allohga shukr, baribir hali ona mehrimi bilmayman, o'zini kurashishimi, kuchliligimi Allohdan so'rayapman. Yo'q, biz u kutgan narsamizdan yaxshiroq bo'lam. Allohga shukr, behisob shukr Allohga. Hozir asosiy bizda kasalxona to'lovi ekanda. Endi bu tuzalishga faqat vaqt, sabr. Shu opa, o'zingizda ana uyingizda masalan mana deb olib chiqadigan bir arzirli bir pulingiz bormi? Hozir masalan kasalxonaga to'lov qilishimiz kerak desak. Endi 2 voyaga yetmagan bolam qolgan u yerda. 2 voyaga yetmagan bolam tashlab kelgan. Hozir masalan biz ham yo'q bo'lganimizda nima qilardingiz siz? Men bilmayman, Allohdan so'rayotgandim. Allohdan mushkulimni oson qilishni so'rayotgandim. Endi kimga aytsam Avazbekka murojaat qiling, shu bola ishingizni hal qilib beradi. Orqasida xalq turibdi dedi. Musulmon xalq turibdi dedi. Shu bolaga nima qiling dedi, aloqaga chiqing dedi. Boshqasidan iloji yo'q dedi. Endi biz ham sababini qilamiz-da, opa. Faqat sababini qilamiz, natija Allohdan. Hozir kasalxonada turibmiz. Hammasi karislarda bitta. Bir yordam so'raydi desa, tilini tushunmaydi bu ayol. Bir dardini aytadigan, bir eshitadigan quloq ham yo'q-da bu Koreyada, tushunyapsizlarmi? Shuning uchun bu bolani dadasi o'sha yoshligida ma'lum bir sabablarga ko'ra tashlab ketgan ekan, birga yashashmas ekan.
Endi hozir bu bola o'zini dadasi bilan gaplashyapti. Endi o'sha dadasi ham bilmadim, yordam beradimi dadalarini, qanaqa holat? Endi ko'ryapsizlar, nima deydi? Oila buzilgan ekan, ota-ona birga yashamas ekan, u dadasi ham O'zbekistonda ekan. Shuning uchun maksimalni iltimos, podдержка qilinglar. Qo'llaringdan kelgancha ehson qilinglar. Ehsonni lekin joyi. Men inshaalloh yana 2-3 kunda mana shu shaharga kelaman. Ehsonlaringizni olib kelib topshirib, avvalo Alloh hidoyat qilsin, mana shu karislarni qalbiga solsin. Shunda kiramizda gaplashib, iloji boricha skitka qilib, bu insonni O'zbekistonga farzandi bilan birga jo'natib yuborish harakatidamiz. Sog' bo'linglar, hammaga tarqatinglar. Sizlarning yordamlaringizga muhtojmiz.